Arifmetik progressiya mavzusini mustahkamlab olish uchun yana bir marta sizlarga tushuncha beraman. Arifmetik progressiya mavzusi bo'yicha. Demak, arifmetik progressiyani birinchi mavzusini o'tamiz hozir xossasi bilan, ya'ni NTHD va xossasi mavzusini o'tamiz. Misollarini IDC kitobidan mustahkamlash uchun berib yuboraman. Bajarasizlar. Hop, arifmetik progressiya nima degan savollarga javob yozib qo'ydim. Arifmetik progressiya bu sonli ketma-ketlik bo'lib, bu ketma-ketlikda har bir xat avvalgisidan bir songa farq qiladi. Ya'ni tezroq tushuntirish uchun ikkita arifmetik progressiya yozib oldim sizlar uchun. Birinchisida hozir bu A1 bo'ladi, bu A2 deb belgilanadi, A3, A4, A5 ko'rinishda belgilanadi arifmetik progressiyada xatlari. Mana bu da bu A1, mana bu A2, A3, A4, A5 va hokazo. Mana shunaqa tartibda xatlar belgilanadi. Ikkita progressiyani bir-biridan farqi bu yerda birinchi arifmetik progressiyada bizda berilgan D 4 ga teng. Keyingi arifmetik progressiyamizda esa D bizda -5 ga teng. Ya'ni birinchi arifmetik progressiyada har bir xatiga 4 qo'shilib ketyapti. Keyingi arifmetik progressiyada esa har bir xatiga -5 qo'shilib ketyapti. Ya'ni 5 ayrilib ketyapti desak ham bo'ladi. Shu tartibda arifmetik progressiyalar ikki turga bo'linishini bilib olyapmiz hozir. Birinchisi o'suvchi arifmetik progressiya. Ikkinchisi kamayuvchi arifmetik progressiya. Kamayuvchi arifmetik progressiya. Xo'p, biz buni qayerdan bildik? O'suvchi kamayuvchi ekanligini. Birinchisida D musbat son bo'ldi, keyingisida esa D bizda manfiy son bo'ldi. Shunisi bilan farq qiladi o'suvchi va kamayuvchi ekanligi. Xo'p, endi keyingi biz ko'rishimiz kerak bo'ladigan narsa xatlarini bir-biriga bog'lash. Yo'q. Birinchi bo'lib arifmetik progressiyani D bu yerda ayirmasi deb atalishi esimdan chiqdi aytish. D bu yerda arifmetik progressiya ayirmasi deyiladi. Xo'p, D qanday topiladi? Demak, birinchi o'rganishimiz kerak bo'ladigan formula. Tushuncha ayirmasini topish. Arifmetik progressiya ayirmasini qanday topamiz? Arifmetik progressiya ayirmasini deylik, hozir mana bu ikkita arifmetik progressiyaga qaraydigan bo'lsak, ikkinchi xatini birinchi xatidan, ya'ni ketma-ket xatlar agar bizga mana shunaqa tartibda berilgan bo'lsa, ketma-ket xatlarni bir-biridan ayirib topsak bo'ladi. Ya'ni agar bizga uchinchi xati berilgan bo'lsa, biz undan ikkinchi xatini ayirib tashlasak, bizga D kelib chiqadi. Yoki ketma-ket kelingan 7-xati bizda mavjud bo'lsa, biz undan 6-xatini ayirib tashlasak, u qanday qiymatga ortib borayotganini bilib olishimiz mumkin. Yoki bizda 107-xati berilgan, undan biz ayirib tashlashimiz kerak 106-xatini. Bu ham bizga D ga teng bo'lib qoladi. Demak, natijada bizga arifmetik progressiyani formulasi kelib chiqadi. D teng A n-xatidan ayirib tashlashimiz kerak ekan n-1-xatini. Ya'ni bu formulaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu formula qachon ishlaydi? Faqatgina ketma-ket xatlari berilsagina. Agar bizda ketma-ket xatlar berilmagan bo'lsa, unda arifmetik progressiyaning ayirmasini qanday topamiz? Ana o'sha haqida gaplashamiz va misollarga o'tib ketamiz bir taniga. Hop. Ikkinchi formula haqida gaplashamiz. Agar bizda 7-xati va deylik 3-xati berilgan bo'lsa, 7 va 3-xatlarni bir-biridan ayirib olamiz. Natijada bizda deylik mana bu 7-xati deb tursak, 6-xati, mana buni 7-xati deb tursak, biz 7-xatidan 3-xatini ayirib olyapmiz. 7-xati bizda 27 ga teng. 7-xati bizda 27 ga teng.
Uchinchi xada esa bizda ushbu arifmetik progressiyada 11 ga teng. E'tibor beradigan bo'lsak, 27 dan 11 ni ayiradigan bo'lsak, bu 16. D ga qanday bog'liqlik joyi bor desa, birinchi arifmetik progressiyada D bizda 4 ga teng edi. Bu degani 4D degani. Ya'ni agar hozir biz D ni o'rniga 4 ni olib kelib qo'ysak, 16 kelib chiqadi. Ya'ni soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, indekslar ayirmasi D ning oldiga ko'paytiriladi. Ya'ni tezroq tushunib olish uchun. Agar bizda 8-xada berilgan va 5-xada berilgan bo'lsa, 8-xadan 5-xadani ayirib yuboramiz va biz buni tenglama sifatida yozadigan bo'lsak, 3D ga teng bo'ladi. Yoki bizda 17-xada berilgan, undan ayirib tashlasak 10-xadani bizga 7D ekanligi kelib chiqadi. Agar bizda arifmetik progressiyani 19-xada va 1-xada berilgan bo'lsa, 19-xadadan 1-xadani ayirib yuboramiz. Bu bizga orasidagi farq, ya'ni 18D ekanligi kelib chiqadi. O'z-o'zidan bizda arifmetik progressiyaning ikkinchi formulasi shakllanib qoldi. Bu D teng bo'ladi. AN minus qanaqadir AK, endi bular N va K ketma-ket bo'lmagan xatlari. Mana bu AN va AN minus 1 esa ketma-ket xatlari edi. Ayirmasi teng bo'lib qoladi N minus K ko'paytirilgan D ga. Agar biz shu joydan formulani ozgina soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, D teng bo'lib qoladi N-xada ayrilgan K-xada taqsim mahrajda N minus K, ya'ni uning indekslari ayirmasiga. Xo'p. Bizda mana arifmetik progressiyaning ikkinchi formulasi ham kelib chiqdi. Xo'p. Yozadigan bo'lsak, endi nima qilishimiz kerak? Misollarga o'tib ko'ramiz. Misollarda hozir bizda aynan xada so'ralgan ekan. Shuning uchun mavzuni davom ettiramiz. Xossasiga o'tishdan avval ana endi biron-bir xadani topishni o'rganamiz. Arifmetik progressiyaning n-chi xadini topish. O'rganamiz. Ya'ni n-chi xadini topish qanday tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni n-chi xadini topishda biz AN sifatida foydalanadigan bo'lsak, biron bir xada topiladi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi deylik, mana bu progressiya bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizda cheklangan bu joygacha 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi xada bo'ladigan bo'lsa, deylik 30-chidir xadani topadigan bo'lsak, arifmetik progressiyani biz bu tartibda davom ettirmaymiz. Biz bunga osonroq yechim topamiz. Hozir ozgina fikrlagan holda. Birinchi holat. Agar bizga arifmetik progressiyaning deylik 2-chi xada kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilaman? O'zidan oldingi 1-chi xatga bitta D ni qo'shaman. Ya'ni bitta son qo'shildi, 2-chi xada kelib chiqdi degan. Deylik, agar menga 7-chi xada kerak bo'ladigan bo'lsa, kelinglar 7-chi xada emas, boshlanishiga 3-chi xadadan boshlaylik. 3-chi xada kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu tenglikda yozib olishim kerak. 1-chi xadaga 2 marta D ni qo'shaman, chunki bitta D ni qo'shsam 2-chi xada keladi. Yana bir marta D ni qo'shib yuborsam, bu 2-chi xadadan sakrab 3-chi xadaga boradi. Agar shu formulani sal boshqacharoq ham yozishim mumkin. Agar menga 2-chi xada misolni shartida berilgan bo'lsa, ma'lum bo'lsa, unga bitta D ni qo'shib yuborishim yetadi. Ya'ni agar menga 12-chi xada kerak va misolning shartida menga 6-chi xada berilgan va unga qo'shishim kerak yana 6 D ni. Shunda bizda arifmetik progressiyaning n-chi xadini topish formulasi kelib chiqadi. Bu qanaqa tartibda bo'ladi? AN teng 1-chi xada qo'shilgan n minus 1 D ko'rinishida. Endi bu joyda arifmetik progressiyani hozir men 1-chi xadaga bog'lab tushuntirganlarim mana bu tepadagilari. Ya'ni 1-chi xada qo'shilgan D, 1-chi xada qo'shilgan mana bu n bo'ladigan bo'lsa formuladagi mana bu 1, ya'ni n minus 1 2 kelib chiqadi. Mana bu joydagi 2D ana o'sha joydan kelib chiqqan. Ya'ni bu arifmetik progressiyani topishni
ikkinchi formula sifatida qarashimiz mumkin. Birinchi formula sifatida qarashimiz mumkin. Ya'ni birinchi jihatiga n-1 ni qo'shamiz. Ya'ni sal oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, indekslarini mana buning indeksiga d ni oldida turgan koeffitsiyentni qo'shsak, n jihadini indeksiga teng bo'lishi kerak. Bu formuladan misolda berilgan, ya'ni qaysi xadi berilgan bo'lsa, ana o'sha xadi orqali foydalanamiz. Mana hozir ikkinchi formulasiga o'tamiz. Arifmetik progressiyaning ikkinchi xadi. Ikkinchi formulasi biron bir xadini topishdi. Deylik, bizga 7-xadi kerak va bizda misolning shartida 5-xadi berilgan. Hozir bu ikkalasi bir-biriga teng emas. O'ng tomonga nimani qo'shib yuborsam, bu tenglik to'g'ri bo'ladi. Albatta 2 dan. Chunki kelishib oldik hozir sizlar bilan indeksiga koeffitsiyentini qo'shganimizda mana bu 7 ni berish kerak. Buning indeksini berish kerak n-xadi. Deylik, bizga 10-xadi kerak. Bizda ma'lum 8-xadi. Bizga qo'shishimiz kerak. Albatta yana 2 dan. Yoki bizda 21-xadi kerak. Bizda misolning shartida 6-xadi berilgan va unga qo'shamiz 15d ni. Shunda bizda arifmetik progressiyaning ikkinchi formulasi shakllanadi. an teng, ana endi ixtiyoriy bitta xadi berilgan, birinchi xadi emas, keyinchi xadi, unga qo'shishim kerak n minus k d ni. Hop, buni ham belgilab qo'yamiz. Iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Hop, ana endi misollariga o'tadigan bo'lsak, ancha sodda ITC kitobidan o'tamiz. Ikkinchi qismida misollariga o'tadigan bo'lsak, bizda birinchi misolda birinchi xadi berilgan, d berilgan, 20-xadi so'ralyapti. Qanday yechim topish kerak? Demak, tenglikni yozib olishdan boshlashimiz kerak. Agar mana shu narsani yoza olsanglar, ancha misollar tezroq chiqadi. Demak, a20 teng deyman. Misolning shartida birinchi xadi berilganligi uchun birinchi xadiga qo'shishim kerak necha d ni? Albatta 1 ga nechini qo'shsam 20 bo'ladi. 19. Demak, 19 d qo'shiladi. Shu tenglikni yozganimizdan keyin ana endi formuladagi a1 ni o'rniga 5, d ni o'rniga -3 ni olib kelib qo'yib hisoblashimiz qoldi. a20 teng 5 qo'shilgan 19 ko'paytirilgan d, ya'ni -3. Hisoblaydigan bo'lsak, 19 kara -3 -57, -57 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, -52 bo'ladi misolimizning javobi. Birinchi misolni o'xshash ekan, ikkinchi misol tashib o'tib ketamiz. Hozir bu yerda o'xshash misollar ekan. 6-misolgacha bo'lgani. Deylik, 8-misolni ko'ramiz orasidan. Bizga 11-xadi so'ralyapti. Teng yozib olishim kerak, birinchi xadiga qo'shishim kerak ekan necha d ni? Albatta 10 d ni. Ana endi a1 ni o'rniga bu tenglikni yozganimizdan keyin o'rniga olib kelib qo'yamiz. a1 ni o'rniga 12 plus 10 ko'paytirilgan d, ya'ni 0,5. Hop, 10 ni 0,5 ga ko'paytirsak 5, 5 ga 12 ni qo'ysak 17. Demak, 8-misolimiz javobi 17 ekan. Menimcha bu juda ham oson misollar. 11-misolda ana endi birinchi xadi berilmagan, 6-xadi berilgan, 6-xadiga bog'lashimiz kerak ekan. 6-xadi berilgan, birinchi xadini topishimiz kerak ekan. Qanday topiladi? Albatta, tenglikni yozib olishdan boshlaymiz. Hozir bizda birinchi xadi yozilgani bilan 6-xadi, birinchi xadi va d ni bitta tenglamaga joylashtirishimiz kerak. Qanday bo'ladi? 6-xadi teng bo'lardi agar bizda so'ralganida. Birinchi xadi qo'shilgan 5d ga. Faqat bizda bu yerda 6-xadi so'ralmayapti, uni qiymati mavjud. Bizda a1 so'ralyapti. Shu tenglikdagi har bir ma'lum bo'lgan qiymatlarni o'rniga olib kelib qo'ysak, oddiy tenglamaga aylanib qoladi. 3 teng a1 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan d, ya'ni 0,5. a1 bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, 5 kara 0,5 2,5, 2,5 ni tenglikni chap tarafiga minus qilib o'tkazadigan bo'lsak, birinchi xadi ham 0,5 ga teng bo'ladi.
12 misolga keladigan bo'lsak, misolning sharti o'zgardi. Ana endi bizda d va qanaqadir bitta arifmetik progressiyani hadi berilmagan. Bizda ikkita arifmetik progressiyani hadi va 10-hadi berilgan. Bitta narsani bilishinglar kerak. Biz arifmetik progressiyani biror bir hadini topishimiz uchun dastlab unda d ni topib olishimiz kerak. D ni qanday topamiz berilmagan. Ikkita xat orqali arifmetik progressiyaning d ni ayirmasini bemalol topa olamiz. Bunda bizga arifmetik progressiyaning d sini, ya'ni ayirmasini topish formulasi kerak bo'ladi. Qanday tartibda bo'ladi? 7-hadidan agar men ayirib tashlasam 1-hadini, bu teng bo'lib qoladi 6d ga. Yoki bo'lmasa, sal boshqacharoq tushuntiraman. 7-hadi teng bo'ladi 1-hadi qo'shilgan 6d ga deb yozsam bo'ladi. Ikkalasi ham bitta narsani ifodalaydi. Hozir 7-hadini birinchi hadi va d orqali bog'lab oldim. Endi ma'lum bo'lgan qiymatlarni o'rniga olib kelib qo'yamiz. 12 teng a1 3 ga teng plus 6 ko'paytirilgan d. Aynan d bizda hozir kerak, o'shaning uchun noma'lum. Tenglamani yechib olamiz. D teng bo'ladi 12 ayrilgan 3. 9 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak 1,5. Demak d 1,5 ga teng ekan. Xo'sh, endi nima qilamiz? Ana endi 10-hadini topamiz. Xo'p, 10-hadini topish oson bo'lib qoldi. Xohlasam 7-hadiga, xohlasam 1-hadiga bog'lab topaman. 7-hadiga qo'shishim kerak bo'ladi 3d ni agar 7-hadiga bog'lamoqchi bo'lsam yoki 10-hadini 1-hadiga bog'lamoqchi bo'lsam, 1-hadiga qo'shishim kerak bo'ladi 9d ni. Xo'p, ikkala tenglama ham orqali ham topishimiz mumkin. D ni biz tengishli biz birinchisi orqali topib qo'yamiz. Ya'ni a10 teng a7 bizda qiymati berilgan. Misolning shartida 12 plus 3 ko'paytirilgan d. D ni o'zimiz topib oldik 1,5. 3 kara 1,5 bizda 4,5. 4,5 ga 12 ni qo'ysak 16,5 bo'ladi. Xo'p, davom ettiramiz. 13-misol. 13-misol yoki 14-misolga o'tamiz. Hop, 14-misolda yana bizda qandaydir hadi so'ralgan va ikkita arifmetik progressiya hadlari berilgan. Birinchi bo'lib bunday misollarda d ni topishdan boshlaymiz. Bu ikkita hadni bir-biriga bitta tenglik orqali bog'lab olishimiz kerak. A6 teng deyman, A1 qo'shilgan 5d ga. Bu tenglik yozilgandan keyin bizda A6 va A1 bor, faqatgina d noma'lum. D ni topib olamiz. 21 teng -1 qo'shilgan 5d. D ni topadigan bo'lsak 22 taqsim 5, ya'ni bu bizga 4,4 degan qiymat kelib chiqadi. Hisoblaydigan bo'lsak, ana endi biz 5-hadini topadigan bo'lsak, 5-hadini biz bog'laymiz nimaga? 1-had orqali bog'laydigan bo'lsam, teng bo'ladi nimaga? Qo'shilgan 4d ga. Yoki 5-hadini 6-had orqali bog'lamoqchi bo'lsam, 6-hadidan bitta d ni ayirib olishim kerak. Ya'ni bitta orqaga qaytishim kerak. Xo'p, birinchi formula orqali topadigan bo'lsak, A5 teng bo'ladi. A1 bizda -1 ga teng. Qo'shilgan 4d. 4 kara 4,4. Demak, 17,6 dan 1 dersak, 16,6 degan qiymat kelib chiqar ekan. Xo'p, 15-misol ham xuddi shu tipdagi misol. 16-misolni ko'ramiz. Sal boshqacharoq, birinchi had ozgina qiynaydi nimagadir o'quvchilarni. Hop, A41 va A11 ni bog'lab olaman. A41 teng A11 qo'shilgan 30d ko'rinishida dastlab d ni topib olamiz. Hop, 44 teng 26 plus 30 ko'paytirilgan d. Bu yerdan d ni topadigan bo'lsak, xo'sh, 4 18 d teng 18 taqsim 30. Buni qisqartirib oladigan bo'lsak 6 ga 3 taqsim 5. 10lik asrga o'tadigan bo'lsak 0,6 bo'lar ekan. Ana endi bizdan d so'ralmagan, birinchi hadi so'ralgan. Birinchi hadini qanday bog'laymiz? Hop, 11-hadi teng 1-hadi qo'shilgan 10d tenglikni yoza olsam bo'ldi. Ya'ni bizda hozir 11-hadi so'ralmagan, lekin birinchi hadi noma'lum. Mana shu tenglik orqali birinchi hadini topa olamiz. 11-hadining qiymati 26, birinchi hadi noma'lum. 10 ko'paytirilgan 0,6.
Demak 10 karra 0.6 6 6 tenglik chap tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, demak birinchi xatti kelib chiqadi bizda 20 ga tengligi. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan misol 17. Xo'p, 18, 19, 20-misol ham xuddi mana shunday. 21-misol ham mana shunday. O'xshash bo'lgan misollar tashib o'tib ketyapman. 22 ta misol. Xo'sh. Hozircha darsning birinchi qismi uchun 22 bo'lgan misol, 22gacha bo'lgan misollarni uyga vazifa sifatida ketadi. Video darsni bitta ko'rib takrorlab olasizlar. Ikkinchi qismida 22-misoldan, 23-misoldan boshlab ko'rib beraman.